Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javuz qishloq dorivor o'simligi. Ismi sariq tugmachagul. Har joyda har xil ism bilan ataladi. Rus tilida ramashka bezyachkovaya deyiladi. Ramashka o'simlikning turlari ko'p. Sariq tugmachagul yovvoyi holda tog' adirlarida va tomorqalarda ko'zga ko'rinadi. Balandligi 50-60 santimetr bo'lib, iyun va iyul oyida terib olsangiz bo'ladi. Ramashka shifobaxsh xususiyatlari: tashqi terini davolash, damlama va qaynatmani yiringli yara va husnbuzar, ekzema hamda qichmalarning tozalaydi. Og'iz va tomoq uchun angina va tish og'rig'ida og'iz bo'shlig'ini g'arg'ara qilinadi. Yallig'lanishni kamaytiradi, sochning mustahkamlaydi. Og'riq qoldiruvchi kompresslar tayyor qilinadi. Bilmagan insonlar bilgan insonlardan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam-kam ishlatilsangiz bo'ladi.